Kim menga Instagramdan ovqatli videosini tashlayotgan bo'lsa, Xudoga soldim, karochi. Men aytdim, nervimni siroq o'tgan bolalar qarg'ashda boshlamaydi yo'qdim. Men qarg'ashda boshladim o'sha. Gunohsizlarga to'g'risi aytib ber. Va ro'za payti ham ovqatli videosini tashlaydim. Jinni misollar. Quloq eshitmaydigan odamni operaga olib kirishmaysan, u mehmon qilib, to'g'rimi? Yo kimdir pul beryaptimi, ukam, mana shu ovqatli videosini tarqatib bering deb. Ha? Yo ovqatli videosini ko'rsam, iftor yaqinlashib qolaman 5 minutga. Yo'q. Ash Instagramdan zerikib ketibchi, ko'chaga chiqsam produkt olib qo'yapman, ishonishasam 3 kundan beri produkt olyapman. Suv ichaman, iftorga qornim to'yib qoladi. Avokadoli ovqat ko'rib, avokado olib kirib olganman, qanaqa qilib yeyishni bilmayapman avokadoni. Bu bolalar to'g'ri. To'yin kuni yomg'ir yog'sin hammani, to'g'risi. Hops to'ylan boradi ekan, svet o'chib qolsin. To'yini video yo'ygan kamerachi fleshkani yo'qotib qo'ysin. Mana shu qulpinaga allergiya bo'lib qolishgan, g'o'ra yeganda tishing qamashadigan bo'lib qolsin. 10 kun tushingga algebra ustozing kirsin, to'g'risi. Va zerikib ko'chaga chiqsang hamchi hamma ovqat qilyapti. Va aptekalar ham osh qilib sotyapti. Tavba qil.